Prezidentimizning olis hududga bergan e'tiborlari tufayli bugun So'x tumanida 1796 ta abituriyentimiz So'xda o'zida turib imtihonlarni topshirishmoqda. Imtihon uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan, ota-onalar uchun alohida kuzatuv xonalari tashkil etilib, ular bemalol onlayn tarzda farzandlarini kuzatib turishmoqda. Bu So'x tumanida imtihonlar tashkil etilishi so'xliklar uchun alohida bir qulaylik yaratdi. Sababi ortiqcha ovoragarchiliksiz viloyat markaziga bormasdan So'x tumanida o'zida turib imtihonlarni topshirishmoqda. Albatta bu so'xlik abituriyentlar va fuqarolar uchun qo'shimcha imkoniyat va qulayliklar yaratadi. Oliy ta'lim muassasalariga So'x tumanidan yildan yilga qamrov oshib bormoqda. Oliy va kasbiy ta'lim muassasalariga kirish test sinovlari bo'yicha mana test sinovlari jarayoni boshlangan. Hozirgi vaqtda viloyatimiz bo'yicha 9 ta binoda test sinovlari jarayoni davom etyapti. Shu jumladan mana bugun 17-iyul kunidan boshlab So'x tumanida ham test sinovlari shu ko'tarinki kayfiyatda boshlandi. Bu jarayon uchun barcha jihoz va vositalar yetarli qilib tayyorlangan. Jumladan jarayonlar video kuzatuv kameralari asosida video fiksiatsiya qurilmalari bilan abituriyentlar kiritilyapti. Jarayonlar adolatli, shaffof tarzda amalga oshirilyapti. Abituriyentlarimiz kirish jarayon tekshiruvlardan o'tib, belgilangan tartibda joylarga joylashtirildi. Ularga yo'riqnomalar berilib, belgilangan tartibda test sinovlari jarayonida ishtirok etmoqda. Xo'p, bugungi kunda hozir So'x tumanida bir smenada 270 nafar abituriyentlarimiz test sinovlari topshirishi belgilangan. So'x tumanida test sinovlari jarayoni 4 kun davomida davom etadi. Shundan so'ng test sinovlari yakunlangandan keyin 7-chi kunida demak natijalarni bilish mumkin bo'ladi. Shuni alohida qayd etish kerakki, mana jarayonga kelayotgan vaqtda abituriyentlarimiz ortcha vositalarsiz, ya'ni faqat o'zining shaxsini tasdiqlovchi hujjat va o'sha ruxsatnomasi bilan kelish tavsiya qilinadi. Ortcha vositalarga kirish mumkin emas. Shuning uchun inobatga olishdan so'rardik. Yana bir narsaga alohida ta'kidlash kerak. Jarayon to'liq korrupsiyadan xoli holatda tashkil qilingan. Keng jamoatchilik onlayn translyatsiya orqali kuzatish imkoniyatiga ega. Bu yerda hech kim ichkariga kirib aralashish holatlari kuzatilmaydi, yo'l qo'yilmaydi. Jarayonda shu guruh nazoratchilari jarayonni adolatli, shaffof tarzda o'tkazishga xizmat qilmoqda.